500 mingta bo'ldi. Qarang mana 500 ming uchun ajoyib o'zgarish, uchinchi qiyshayib qoldi, lekin shuni o'zi ham juda katta o'zgarish deb o'ylayman. Bilmayman nimaga o'xshab qolganimni. Lekin har holda zo'r chiqdi. O'zimning miyamda sal sizlarnikidan ko'ra yaxshiroq chiqyapti bu. 500 mingta bo'ldi jinnixonamiz vakillari. Shu fursatdan foydalanib o'zimni shaxsiy gif hech ham unaqa emas. O'zimni shaxsiy inson deb tanishtiraman. Gif konkurs, pif konkurs hech narsa olmaydi, to'g'risi pista po'choq ham qo'ymayman degan oldin ham. Unaqa meni orqamdan mablag' topib daromad qilish maqsadida o'zingizlarda jinoiy ishlarga rahnamo qilmoqchi bo'lgan bo'lsanglar adashasizlar, yo'q, unaqa bo'lmaydi. Ustom opalmoyga o'xshab qolmadimmi? Yo'q. Xullas, mana shunaqa aktiv tushib qolyapti ekanlar, aktiv tushmayapti, jina harom o'rlar ko'payyapti. Mana rasm qo'yib qo'yaman montajda. Asli meni originalim qancha, mendan ko'chirganlar qancha bo'lgan. Endi hech narsa qila olmayapman, to'g'risi duo qilyapman, maksimum nariyoqqa borganini so'rayman deb meni tabriklanglar.